Jamiyatning asl qiyofasi eng avvalo uning imkoniyati cheklangan insonlarga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Namanganda o'tkazilgan inklyuziv jamiyat sari teng imkoniyatlar va insoniy munosabat mavzusidagi amaliy seminar ana shu haqiqatni yana bir bor eslatdi. O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Namangan viloyati kengashining katta majlislar zalida tashkil etilgan tadbirda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Namangan viloyat kengashi tashabbusi bilan bir qator mutasaddi tashkilotlar, xalq deputatlari, mahalliy kengash deputatlari, nogironligi bo'lgan shaxslar, ularning oila a'zolari, faol yoshlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Seminar shunchaki navbatdagi yig'ilish emas, balki jamiyatdagi dolzarb muammolarni ochiq muhokama qilgan muloqot maydoniga aylandi. Unda nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olish, ishga joylashish, tibbiy xizmatlardan foydalanish, transport va jamoat infratuzilmasidagi mavjud imkoniyatlari hamda muammolar tahlil qilindi. Bugungi amaliy seminarimizdan ko'zlangan maqsad shunda bo'ladiki, jamiyatda ijtimoiy himoya qatlamiga mansub shaxslarni teng imkoniyatlar darajasida yashashi, ya'ni sog'lom insonlar bilan teng fikrlash, teng imkoniyatlardan bir xil foydalanish, shu bilan birga o'zlarini nogiron emasligini his qilishdan ko'zlangan. Bunda biz aynan inklyuziv jamiyatda yashayotgan fuqarolarimiz, yoshlarimiz, tegishli tashkilotlar ularga berilayotgan imkoniyatlardan qay tarzda foydalanish yo'nalishi bo'yicha ma'lumotlar berishligi, o'zlarini qiziqtirgan savollarni to'liq olishlari va shu bilan birgalikda hozirgi paytda mamlakatimiz tomonidan amalga oshirilgan siyosatlar aynan ijtimoiy qatlamga qay tarzda berilayotganligini to'liq tushuntirib borishdan iborat. Tadbir davomida mutasaddilar tomonidan 2025-yil hamda 2026-yilning bugungi kuniga qadar amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotlar tinglandi. Ammo eng muhim jihat yig'ilish raqamlar va hisobotlar bilangina cheklanib qolmadi. Nogironligi bo'lgan fuqarolar va ularning oila a'zolari o'zlarini qiynayotgan masalalarni bevosita mutasaddilarga yuzma-yuz aytish imkoniga ega bo'ldilar. Albatta bugungi kunda nogironlik bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Umuman olganda nafaqat nogiron, balki aholini ehtiyojmand, barcha ehtiyojmand qatlamlarni to'laqonli qo'llab-quvvatlash borasida bir katta bir tizim yaratildi. Jarayonlarda o'zim ham ishtirok etmoqdaman. Partiyaning bir faol a'zosi sifatida mana shu siyosatga kirib kelgan bo'lsam, aynan hozirgi kunda mana shu islohotlarda oddiygina kuzatuvchi emas, balki o'zim nogironlik bo'lgan shaxslar vakili bo'lganligim uchun aynan nogironlik bo'lgan shaxslar bilan ishlayman. Mana shu nogironlik bo'lgan shaxslarni haqiqiy ko'ngilida nima bor, dardi nima, tabib emas, boshidan o'tgan tabib deydi-ku. Bularni bir ko'nglini sezgan holda davlatimizning g'amxo'r siyosati orqali ijtimoiy xizmat va yordamlarni ularga bir maqsadli, manzilli yetkazish bo'yicha ish olib boryapmiz. Seminar davomida 20 dan ortiq savollar o'rtaga tashlandi. Bu savollar ortida esa oddiy statistika emas, balki minglab insonlarning kundalik hayoti, orzulari va ehtiyojlari turibdi. Ayrimlar uchun pandus masalasi oddiy qurilish elementi bo'lib tuyulishi mumkin, ammo nogironligi bo'lgan inson uchun bu mustaqil harakatlanish, jamiyatga erkin chiqish va teng yashash imkoniyatidir. Tadbirda inklyuziv muhit yaratishda davlat organlari, mahalla tizimi, nodavlat tashkilotlar hamda jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalariga alohida urg'u berildi. Chunki inklyuziv jamiyat faqat qonun yoki hujjatlar bilan emas, avvalo insoniy munosabat, hurmat va ehtirom bilan barpo etiladi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, seminar yakunlari asosida hududlarda mavjud muammolarni bartaraf etish, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish hamda deputatlik nazorati va jamoatchilik monitoringini kuchaytirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Zero teng imkoniyatli jamiyat qurish bu faqat bir guruh insonlarning emas, butun jamiyatning kelajagi uchun xizmat qiladigan muhim qadamlardan biridir. Farruh Barotov, Ilorbek Hojimirzayev, Namangandan maxsus tayyorlandi.